Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz videomizda maqsadimiz Free Fire o'yinida o'ynash. Free Fire o'yini hozir kiradi. Hammamizni yo'qotamiz. Free Fire. Karina. Free Fire. Ketdi o'yinimiz boshlandi. Endi akkaunt birinchi kundan YouTube'dagi birinchi kunim obzor qilamiz. O'zimni. Mana profilimni aniqlab berish bor. Mesela profilimni ko'rigimda 5 marta master ile 1 marta expert. Ko'rigimda 6 marta master, 4 marta expert, lekin 5 marta expertga chiqaman. Men buni ham expertga chiqaraman, ya'ni 6-chi sezon 34da. Men tashyapti, men tashamayman. Akam bilan bir nimalar o'rishganmiz, ko'taryapmiz. Buni oxirida sizlarga mana shunday chekib sekin beramiz. Ko'rsangiz kechacha. Oddiy. Endi gildiyani ko'taramiz. Gildiyada faqat men onlayn. Bu gildiya sardorim, men yaqin jo'ram, o'rtog'im. Uzoqqa to'qilibdi. Bu ham men sinfdoshim. Bu ham men jo'ram, lekin sinfdoshim emas, Islom. Abdulloh va Islom. Fozil aka, Ibrohim, Sardor, Ismoil aka. Ismoil akam zo'r o'yinchi, ukam. Davlat. Büyükten tanımayman. Gildiyamizda urulayana 5 bo'lsa, hammamiz gildiyamiz savol jo'r o'rtog'im hamma 100 olmasdan tashib beradi. Bunda yani 3'te animated poli boşuna ayağı. Bu propos glavalarım, başka maskalarım, göz, para, oldu. Kim bu mambo old, bu boyak propos ki bu sotib olingan. Profilimga bachak mana bundan olaman. O'sha krossovka emotsiyalarim 17 ta. Bu vaqtgalarni hisoblansa 17 ta. Kirkilishim 1500 olmosga tushgan. Dijvinam yo'q, skinlarga bittadan, ikkitadan men qolganman. Kolleksiyalarim o'ta sumkam. Bu yoq propskniki, buni oling qo'ydiki. Bu esa sumka, qolgan sumkalar. Bu loot box ko'p bu yoq propskdan dana solib olingan. Parashutim farman bu zo'r. Qolgan yaxshisi skajetim bitta bu magazindan 609 olmosga. Bu skateboard. Bu jackpotga kirdi. Yaqinda 9 olmosga tushdi. Bu oddiy transport qutsak. Sport karimda men unday 3 olmos yaqinda keladi, o'shandan oldim. Gildiyaniki, bu yoq propski bu. Gildiyaniki bu tekinga berilgan. Hammaga yaqinda berildi. Bu yoq propskniki bu missiya bajarishlarni beradi. Hozir aytib o'taman. Profilimda mana shu men bu yaqinda politikdan berilib oldim. Hozir hammasini o'rgataman. Profilimda rasmlari 103 ta. Bundan 80 bitta.
Buni ikkita pachaga bo'lyapti. Endi turcha tashakkum bo'ldi. Tushunmayapman. Ojalarni qilamiz. Inkubatorim ikkita, MKga ikkita, AKMga ikkita skinim bor, Skarga bitta. Skin Krasaga bitta. Boyoq propiskdan olingan. Hammasiga ikkita jackpotdan. Bu ham boyoq propis 278. Plazma boyoq propiska tashmasam yoki tashim. Bu boyoq propisk aniq. Jackpot tekinga berilgan. Mintovga boyoq propis bor etimdan olganman. Aslo boyoq propis. Bu jackpot bor etimdan olganman. Propaganda Craftland ticket. Bu missiya bajarsalaring beriladi. Ko'rsatib o'taman. Bu esa gildiyadan olingan. Impostorim gildiyadan. B90 oddiy tekinga. Massim boyoq propisk. Bu ham bizonam boyoq propisk. Drabash keladi jackpot. Bu jackpot magetta jackpot. Bu boyoq propisk. M590 esa boyoq propiskdan ikkalasi. Sniper bor etin olganman. Bu boyoq propisk. M882 LP. Bu jackpotda kelgan. Bu ham jackpot tekinli aytib qo'yapman. Pistoletlar 100 ga yo'q. Deagle'ga Master Sword'dan 18 ga Master Sword. Lekin mana bu Glavnina bor. Jackpotda kelgan. Almosga 100 lekin Glavnina bor edi. Men bemalol tushirib qo'ydim. Omadim kelib qoldi o'shanda. M500 jackpot. Bu Master Sword'dan mini uzi boyoq propisk. Ближний ПП. Tekinga. Men bu pushti almas. Bu parangisi bu asoko untaman bu Naruto sezon 2-chapterga kelgan olganim almosga qimmatga tushdi. Bitta. Bular oddiy hammasi. Bittasini tashqari katana. Yaqinda kelgan bu boyoq propisk. Ko'pi buni ko'pini yo'q. 3 tasini almosga olganman. Bu noshfafa tekinga ikkalasi ham. Yo, men bundan tashqari buni jackpotga tushib qo'ygan. Quloq. Bitta 1500 olmosga, granataga 16 ta skin bor, ko'pi boyoq propiskga. Mana bu sinkan boyoq propisk. Bu Prime-ga. Ko'pi tekinga olingan, lekin men bu boshi yaxshilari olmosga. Других ham yo'q. Buni turcha tashadi. Qancha qilib ko'raylik shu qaror. Lekin ko'pa emotsion yo'q. Emotsion yo'q, Prime tur. Komika. Bitta bu account. Bundan ko'ra har kuni. Ne bo'ldi bunga? Telefon sindimi? Bu videodan chiqargandan keyin yaqinda men turnir qilyapman 7 dekabr soat 22:00 da.
yoki 21:00'da ikkita ko'mak ochaman. Bittasi faqatgina birinchi o'rinda. Qaranglar, men 7-dekabr turnir 22:00 bilan 21:00 da. Almazli birinchi o'ringa taxtalik, birinchi turnirimda, ikkinchi turnirimda nima desam ekan. Birinchi o'riniga bitta haftalik, ikkinchi o'riniga 100 olmos. Ikkita o'rin, ikkinchi turnirga qatnashinglar. Birinchi turnir bitta, uning uchun asli bitta 22 da ochmoqchi edim, bittasi kirolmaganim uchun yana bitta turnir qilyapman-da o'shanda. Birinchi o'ringa lekin bitta haftalik. Mikrofon yazım ne işte? Yazım oku. Saat YouTube kanalı açayapman, shuning uchun obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman YouTube kanalimga. Keyingi videoda biz reyting ko'taramiz. Keyingi videoda biz shu Gildiya Sartori bilan birga o'ynaymiz va reyting ko'taramiz. Salomat bo'ling.